Usulini lanjiron deydi-ku. Butun lanjironni usul qilamizda, mana qarang hozir. Torpedani yechmay parka qilish uchun mana bu yerda pajarnik o'tiradi. Pajarnik bo'ladi-da, bu yerda bunisi torpedani yechish kerak. Torpga qarang, qancha machalkalar bor. Mana bu yerga suv sepib, namlatda bosib turish kerak. Mana ichkari machalka olsa, torpedan chop ham olib bo'lmaydi. Yorib tugaydi. Shuning uchun mana ilhomni pajarni qilib qo'yamiz bu yerga. Biz bu tomonda ishlayapmiz. Quyuq bilan svorka qilaveramiz. Bunaqa ish qilmoqchi bo'lsanglar, oldingizga bitta odam yordamchi bo'lishi kerak, ichkari suv sepib turish kerak-da. Bo'lmasa torpedan tayyor olsa, boblak Bajar. mashina ketadi. Mashina amayllasa qo'ydi. Mana shunday qilib profilni 3 ga 2sini olasizda kamoncha qilib shaklni qarang. Bunaqasi ham buralib ketish kerak. Mana shu krilo qanday shaklga bo'lsa, xuddi o'sha shaklga qilib profilga olasizda, xotirasi tamom tanka bo'ladi keyin bu.